Xo'p, assalomu alaykum barchaga. Bugun ham sizlar bilan yana bitta milliy sertifikat imtihonidan tushish ehtimoli bo'lgan masalaning yechimi bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, dastlab masalaning sharti bilan tanishib chiqsak, odamlarda dominant A va dominant B genlari bitta avtosom xromosomasida joylashgan bo'lib, ikki xil kasallikni yuzaga chiqaradi. Ayol ikkala kasallik bilan kasallangan bo'lib, unga bu genlar faqat onasidan o'tgan. Erkak 2 belgi bo'yicha sog'lom. Agar nazariy jihatdan Krassingover 3% tashkil qilsa, bu oilada B geni bo'yicha sog'lom, kasal farzandlarning tug'ilish ehtimolini aniqlang. Demak, bizda dominant A ham, dominant B ham ikkalasi ham kasallikni bildiruvchi genlar ekan. Demak, bizda kichkina A va kichkina B sog' bo'ladi. Xo'p, endi bizda ayol ikkala kasallik bilan kasallangan bo'lib, unga bu genlar faqat onasidan o'tgan. Demak, bizda onasidan o'tgan desak, dominant genlar faqat bitta tomonda, keyin kichkina A va kichkina B, ya'ni digetrozigota holatda. Xo'p, bu ona organizm. Endi bizda ota organizm erkak 2 belgi bo'yicha sog'lom, ya'ni kichkina A, kichkina B. Kichkina A, kichkina B. Endi bizda Krassingover fozi 3%. Bu yerga yozib olamiz. Cross 3%. Endi bulardan gameta olamiz, ya'ni xo'p, ota organizmdan. Xo'p, bu yerga yozib olamiz. Ota organizmni bu tomonga yozsak, ona organizmni bu tomonga yozamiz, chunki biz ikki tomonga sig'may qolishi mumkin ona organizmdan chiqqan gametalar. Xo'p, endi ona organizmdan Krassingover gametalarni hosil qilamiz. Katta B, kichkina A, kichkina B. Katta kichkina B, kichkina A, katta B. Xo'p, endi bularni gametalarni hosil qildik, pinetga joylashtirdik. Endi nazariy kosh Krassingover 3%. Demak, bizda Krassingover gametalar mana shular hisoblanadi. Buning o'zi 3% hisoblanadi ekan. Qolgani, ya'ni 100 dan 3 ni ayiradigan bo'lsak, 97%. Bu nakrossning foizi. Xo'p, demak, bu ikki gametamiz 97% ni tashkil qiladi. Endi bu 3% ni har bitta gametaga bo'lib oladigan bo'lsak, har biri 1,5% dan to'g'ri keladi. Endi 97% ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 48,5. Xo'p, bu ham 48,5. Xo'p, endi bizdan so'rayaptiki, shu oilada B geni bo'yicha kasal organizmlar tug'ilish ehtimoli. Bizda B geni bo'yicha, ya'ni organizmning gametasi, organizm genotipida dominant B geni bo'lsa bas. Ya'ni bizda mana bu organizm katta B bor, keyin esa mana bu organizm. Ikkita organizm dominant B gen bo'yicha kasal. Xo'p, demak, bizda 48,5% qo'shamiz 1,5%. Bizda javob 50%.